Akalar hozir polirovka keramikani $150 qilib qo'yganmiz. Hozir bu pulni nimaga to'layotganinglarni sizlarga bitta hisoblab ko'rsatib beraman. Qaranglar akalar, polirovkani o'ziga men 150 ming so'm hisobladim. Unda 3 sloyga ishlatiladigan polirovka, 3 sloyga ishlatiladigan kruglar kiradi. Xo'p, latalar 7 tadan 8 tagacha ketadi. Latan narxi 20 ming so'm. Bu latani hozir 130 ming yoki 140 ming atrofida bo'ladi. Xo'p, akalar, keramikaga kelsak, keramika o'rtacha biz $100 dan olamiz bu keramikani. Devil's Bolt bo'ladi, Fireball'dan 100 mg. Hozirgi kundagi eng zo'r keramika, eng qattiq keramika bo'ladi. Buni biz 300 mingdan hisobladik. 100 mg ni o'rtacha 4 ta yoki ozgina oshib qolishi mumkin 4 ta mashinaga. Chunki 25-30 mg ishlatiladi bitta mashinaga. Ikkala baribir rasxod ichiga arenda joyida arendasi ham kiradi, полностью svetlari bilan, освещение bor, bu yerda konditsioner bor. Shular bilan kuniga 200 ming so'mdan 400 ming so'm hisobladim. Yana общий hisoblaganim 1 million so'm bo'ldi hozir aytgan rasxodlarim. Shunda $150 dan 1 million 800 bo'layotganmiz, 800 ming so'm usti haqiga qolyapti. Abitlari qo'shilgan yo'q bu rasxodga. Endi nimaga sizlar $150 to'layotganinglarni bilib oldinglar akalar. $100 joylarda endi qanaqa rasxod qilishini bilmadim. Men maslahatim bunaqa arzon joylarga uchishinglarni men maslahat bermayman. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Shunaqa original Fireball Devil's Bolt degan keramikasidan keramikalarni qilib, boshida bitta 3 etapli polirovkalarni o'tib beramiz chiroyli qilib. Bemalol kelaverasizlar akalar.